Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Hammaga salom. Bir masala esimga kelib qoldi. Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otasi qo'ylarini yaylovga olib chiqsalar, sanoni bilmas ekan. Alloh shunaqa barakali qilib berib bergan ekan. Bir kun yaylovda qo'ylarni o'tlatib yursalar, Alloh qarab turib Halilim debdi. Shunda Jabroil alayhissalomni nimalari kelibdi. Endi Jabroil alayhissalom Allohning yonida bo'lgan vahiylarni hamma payg'ambarlarga olib tushgan. Alloh Halilim demagan. Shunda Jabroil alayhissalom Allohga: "Ey Alloh, halillikka arzinglarmi Ibrohim? Bandani qalbini men bilaman. Bir sinab ko'ring" dedi Alloh. Shunda Jabroil alayhissalom odam qiyofasida Ibrohim alayhissalomning yoniga borib: "Ey Ibrohim, Allohning yo'lida bitta qo'yingni ber" dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom bir marta Alloh akbarning 1/3 beraman dedi. Shunda Jabroil alayhissalom Alloh akbar dedilar. Sizlarni Ibrohim alayhissalom 1/3 berib, yana bir marta Alloh akbarning 2/3 beraman dedi. Jabroil alayhissalom yana ikkinchi marta Alloh akbar dedilar. 2/3 beribdilar. Yana bir marta Alloh akbarning hammasini beraman dedilar. Jabroil alayhissalom 3-chi marta Alloh akbar degan ekan. Shunda yana Ibrohim alayhissalom hamma qo'ydi berib ketyaptilar. Shunda Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga: "Ey Ibrohim Halilulloh, men Jabroil bo'laman. Sizni Alloh Halilim dedi. Men halillingizga shubha qildim. Alloh bir sinab ko'ring dedi, men sizni sinadim." Shunda Ibrohim alayhissalom: "Siz Jabroil alayhissalom bo'lsangiz, men Ibrohim Halilullohman. Berganimni qaytib olmayman" degan ekan. Jabroil alayhissalom o'shancha qo'ydi osmonga olib chiqib ketadi. Qo'ylar shu yaylovda qolib ketavergan ekan. Kim ro'para kelsa olib ketavergan ekan. Sanog'i yo'q, qo'y qattayu bir marta Alloh akbarni ulug'ligini qarang. Ulug'lagan Ibrohim Halilulloh. O'shaning uchun Alloh Halilim degan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni Habibim, do'stim degan. Mashalloh, tabarakalloh. Allohni birinchi o'ringa qo'yib keldi chetgacha. Bundan keyin ham Allohni birinchi o'ringa qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh akbar deganda labbay deganlarga tubo jannati bo'lsin.